Ey Nasafiy, sen Nasafga dushmanlik qilyapsan. Sen Nasaf muxlislarini, boshqa Neftchi, boshqa futbol komanda muxlislarini nasoniyatiga tegishni bas qil. Sen buni videoroliklarni chiqarib, o'zingni aktivini ko'tarish uchun shunaqa roliklar chiqaryapsan. Sen uni o'rniga boshqa o'zingni ishingni qil. Futbolda umuman tinchqa futbolda gapirma. Nasafni muxlislarni ham, Nasafni ham sharmanda qilyapsan. Uni o'rniga o'zingni ishingni qil. Ket futbolda muxlislikdan bunaqa roliklarni olishdan o'zingni tiy, yo'qot bunaqa roliklaringni. Sen barcha muxlislar g'azabiga tegib, faqat o'zingni aktivini ko'paytirish uchun shunday roliklar olyapsan xolos. Bunaqa roliklaringni yo'qot, bas qil bunaqa roliklaringni. Sen muxlislar o'rtasida har xil ixtiloflar chiqarishga sababchi bo'lyapsan. Bunda roliklaringni yo'qot, bunaqa roliklar olma. Xullas futboldan ket, bu futbol muxlisligidan ket, boshqa narsaga muxlislik qil. Sen shashkaga muxlislik qilsang yaxshi bo'lardi undan ko'ra. Bunaqa qilib muxlislar o'rtasida har xil urushlarni olib kelyapsan sen. Yo'qot bunaqa roliklaringni. O'zing ham bunaqa iloji bo'lsa stadionga ham kirma. Muxlis emassan sen. Sen o'zingni aktiving uchun shunday qilyapsan.